Mani muxlislarim, mani yaxshi ko'rgan va yomon ko'rgan insonlar. Agar sizlar mani yomon ko'rsalaringlar, men sizlarni yaxshi ko'raverman, shuni unutmanglar. Agar sizlar mani yaxshi ko'rsalaringlar, men sizlarni yaxshi ko'raverman, shuni unutmanglar. Sizlarga bo'lgan munosabatim mana hech qachon o'zgarmaydi. Agar mani yomon ko'rasizlarmi, yaxshi ko'rasizlarmi, buni menga ahamiyati yo'q. Har qanaqa holatda ham men sizlarni yaxshi ko'raveraman. Xullas, mendan hech qanaqasiga qochib qutula olmaysizlar. Baribir men sizlarni yaxshi ko'raman. Shuni unutmanglar. Negativ yozasizlarmi, yomon fikr bildirasizlarmi videolarimga, har qanaqa holatda bo'lsalaringlar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Mendan yordam so'ragan har bitta insonga yordam beraman qo'limdan kelgancha. Agar sharoitim bo'lsa, har bitta insonlarga yordam berishga tayyorman. Shunaqa qizman. Meni yomon ko'rib, fikr bildirib, yomon ko'rib, negativ yozib turib, ertadan keyin mendan yordam so'rasalaringlar, men sizlarga yordam beraveraman. Chunki men sizlarni har bitta insonimda yaxshi ko'raman. Men sizlarni yomon ko'rmayman. Shunaqaman. Xullas, shuning uchun nima demoqchiman? Sizlar ham meni yaxshi ko'ringlar, hech qanaqasiga yomon ko'rib o'tirmanglar. Baribir shunaqa bet-bet qizman. Baribir men sizlarni yaxshi ko'raveraman. Bir kun meni yaxshi ko'rib qolishlaringga ishonaman. Shuning uchun ham men sizlarni yaxshi ko'raman. O'zini sevgan insonni hamma yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham men o'zimni juda qattiq yaxshi ko'rib sevaman. Sizlarni ham yaxshi ko'rib sevaman va sizlarga hech qanaqa yomon fikrda emasman. Men sizlarni borligicha qabul qilaman. To'g'ri, negativ yozsalaringlar buni atayin yozmaysizlar-ku, to'g'rimi? Shuning uchun ham men sizlarni fikrlaringni ham, o'zlaringni ham hurmat qilaman. Baxtimga muxlislarim, har bitta meni kuzatayotgan inson, har bitta meni videomni ko'rgan inson baxtimga sog'-salomat bo'laveringlar. Nimaki niyat qilsalaring, barcha niyatlaringga erishinglar. Barcha qilgan orzu maqsadlaring amalga oshsin. Qo'sha-qo'sha mashinalarda mininglar, qo'sha-qo'sha uylarda yashanglar. Nimaki niyatlaring bo'lsa, barchasiga erishib ketinglar. Boy badavlat bo'lib, o'zlaringni orttirmay yuringlar. Boy badavlat bo'lib ketsalaring borku, muhabbatga kirib olib, negativ fikr bildirib, yozib o'tirishga vaqtlaring ham bo'lmaydi. To'g'risi-da? Men sizlarni shunaqa qilib har doim duo qilaman. O'zlaringni ortib, boy badavlat bo'lib ketinglar va kommentariyalarga kirib olib, negativ yozishga, hattoki fikr bildirishga qo'llaring ham tegmasin, pul sanashdan-da. Uni o'rniga negativ fikr bildirib yoki birorta komment yozib o'tirishni o'rniga mazza qilib pullarni qo'llaring jaraqlatib sanab o'tiringlar. Barchalarga baxt va omad tilayman. 8-mart bayrami bilan 8-mart bayrami barchalarga muborak bo'lsin. Men sizlarni juda qattiq yaxshi ko'raman. Meni yomon ko'rsalaringlar, yaxshi ko'rsalaringlar, men sizlarni baribir yaxshi ko'raman.